Assalamu alaykum, muhtaram ko'rurman do'stlar. Açıl sayfimizning 12-chi sonida sizlar bilan qayta ko'rishganimdan intayin xushalman. Men Gulchehra. Xitoy doiralari tarafidan adolat talab qilganligi uchun 2014-yil yanvarda tutqun qilingan va shu yili iyulda sud qilinib, sentabr oyida qamoqqa hukm qilingan turmadagi vijdon mahbusi Ziyoli Ilhom To'xti 11 oktyabr kuni dunyodagi inson haqlarini qo'g'dug'ichi shaxslar uchun berilgan Martin Annalis fondi mukofotining 2016-yillik mukofot sohibi bo'lib qoldi. Gerçi o öz qo'li bilan bu sharafli mukofotni topshirib elishga noil bo'lolmagan. Oilasi zo'r besimlarda yashayotgan bo'lsa-mu, barliq adolatparvar kishilar nazarida bu mukofot, bu sharaf Ilhom To'xtining erkinligi uchun Uyg'urlar, shundaqla butun dunyodagi xalqarodagi inson haqlari faoliyatchilarining dastlabki qadamdagi bir zo'r g'albisi hisoblanadi. Açıl programımızdan ushbu sonida bu munosabat bilan sayfimizni Ilhom To'xti va uning hayoti, shundaqla u sahib bo'lgan Martin Annalis mukofotiga bag'ishladik. You possess the strength and the quality to bring the change we need. You deserve respect and equality, for friendship is your creed. Where there's love, there is light. Our lamps and candles will burn until you return. Where there are skies, we will write your name, and that's where you will remain until you're home again. Muhtaram televizor ko'ruvchi do'stlar, 11 oktyabr kuni dunyodagi inson haqlarini qo'g'dug'ichi shaxslar uchun berilgan Martin Annalis fondi mukofotining 2016-yillik mukofotining Xitoy turmusidagi Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtiga berilganligi e'lon qilindi. Buning bilan Ilhom To'xtini markaz qilgan bir qator xalqaro faoliyatlarning dastlabki qadamda bir zo'r g'alabaga erishganligi muayyanlashtirildi. Martin Annalis fondining bu vaqtdagi yozma bayonotida mundaq deyildi. Ilhom To'xti Xitoydagi Xitoy fuqarolari bilan Uyg'ur musulmonlari o'rtasida tushuncha hosil qilish hamda suhbat o'rnatish maqsadida 20 yildan buyon tirishchanlik ko'rsatib kelgan. U bo'lgunchilikni va zo'rlik kuchni rad qilgan. Shundaqla Uyg'urlarning diniy e'tiqodi, madaniyatiga qartilgan siyosiy besimlarni tugatishni istagan. 1993-yili Shvetsariyaning Janva shahrida ta'sis qilingan Martin Annalis fondi xalqaro kechirim tashkilotining sobiq bosh kotibi Martin Annalis apandining nomi bilan atalgan. Martin Annalis apandi 1968-yili 7 kishilik xizmat guruhidan tashkil topgan xalqaro kechirim tashkilotining bosh kotibligini ustiga olgan bo'lib, 1991-yili vafot bo'lganda mazkur tashkilot o'zining inson haqlari sohasidagi shonli xizmatlari bilan dunyo miqyosida tanilgan cho'ng tashkilotga aylangan edi. Xalqaro kechirim tashkilotining qo'lga keltirgan sharaflari yana 1976-yildagi Erasmus mukofoti va 1977-yildagi Nobel tinchlik mukofotini o'z ichiga oladi. Martin Annalis fondi dunyoning har qaysi joylaridagi inson haqlarining dafsanda qilinishiga qarshi ko'krak kerib o'tirg'i chiquvchi shaxslarni qo'g'dash maqsadida 1993-yili yilda bir qitim tarqatilgan Martin Annalis mukofotini ta'sis qilgan edi. Mazkur mukofot yo'lga qo'yilgandan beri izchil holda inson haqlarining Nobel mukofoti deb ta'riflanib kelmoqda. 11 oktyabr kuni Martin Annalis fondi Shvetsariyaning Janva shahrida mukofot tarqatish murosimi o'tkazib, 2016-yillik mukofotning Xitoy turmusida muddatsiz qamoq jazosini o'tayotgan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtiga berilganligini jakoladi. Mukofot tarqatish murosimida oldi bilan Ilhom To'xti haqida umumiy tushuncha berish uchun bu vaqtda ishlangan
qisqa hujjatli film ko'rsatildi. Everything in my life changed. Everything. My personality, my family, my studies, even my friends. I'm living like a different person.其实新疆的主要矛盾不是反恐问题，也不是恐怖主义问题，新疆的主要矛盾是权力问题，权力的不平等，权力被这些既得利益集团控制和垄断，而这种权力资源的垄断，通过这个它垄断了各种发展的资源，包括社会资源。那么，所以 I don't have much idea of what he was doing, but like I knew that he was doing something, as he said, for our people. There will be sometimes strangers come into our apartment and talk to him like for 5-6 hours. I started to complain, you don't spend time with us and you just only know to have to start to clicking the keyboard on the computer. All you care about is your computer. And I used to complain a lot. My stepmother also complained. My brothers complained. That's the thing that I regret about a lot too. I should have been more supportive at that time. And my dad said, one day you would understand. And I understand now. The Uyghurs have suffered tremendously inside the People's Republic of China. Ilham Tohti has called attention to that. He has not been demanding separatism, but demanding open information, open knowledge about what has happened to the Uyghurs, what their situation is. In 2009, when there were mass protests, people were arrested and disappeared, Ilham wanted an accounting of what had happened. He was addressing issues that they did not want addressed. And of course they warned him. What China is doing is extremely negative for China, is extremely negative for the Uyghurs, and it has ramifications beyond the borders of China. When you attack the moderates, as the Chinese state is doing, and attack them so harshly that someone like Ilham receives a life sentence for doing nothing that any liberal regime would consider a crime. In other words, he was simply expressing his opinion. When you do that, you leave the field open only to the extremists, who by definition are under the radar, and they become the only ones with whom the discontents of this population resonates. As a result, what China is doing is feeding extremism. So this is something which is very, very dangerous, and it's something the rest of the world really should pay attention to. Mukofot tarqitish murosimiga har qaysi dunyoviy tashkilotlarning vakillari qatnashgan bo'lib, mazkur mukofot tarqitish murosimining e'lonlari necha kun burunla Janva shahrining ko'chalariga esilgan edi. Murosimga qatnashish uchun kelganlarning ba'zilari yaqin atrofdagi qo'shni davlatlardan kelgan bo'lsa, yana ba'zilari qit'a atlab boshqa mamlakatlardan uchib kelganlar edi. Shuning uchunmikin yig'inning boshlanishida ajoyib bir sulkat jilva qilmoqda edi. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, good evening. You will all have the honor and the privilege to support and learn more about the work of three outstanding human rights defenders. We are here tonight to recognize the work of three outstanding human rights defenders. They have been selected by our jury of 10 human rights organizations from among many impressive nominees.
In the end, we bring that down to only one laureate, but I want to highlight that each year there are 3 finalists who represent the best among human rights defenders worldwide. And then the families of Ilham Tohti. Johar Ilham has been an outspoken advocate on behalf of her father at an age where she should only have to concentrate on her university studies. She's accompanied by Professor Elliot Sperling, a friend and colleague of her father's. Johar is here because her father is serving a life sentence in China. It is our great pleasure to have both of you here. Our 3 finalists were informed yesterday, as soon as that final decision was taken, of who is the laureate. As it happened, the news was broken overnight accidentally by one of the agencies, so many of you will already know by now as well. Nonetheless, I want to congratulate Ilham Tohti on being selected as the 2016 Martin Ennals laureate. Our community of human rights activists and workers is formed by hope and empathy, principle, and by the sharing of pain. The world is in turmoil, and so we need to be principled, lucid, and vigilant. The Martin Ennals Award is a powerful example of that advocacy for human rights defenders and civil society actors around the world. It reminds us that although individually none of us can save the world, all of us can serve the world. I thank you so much. And now to officially hand the 2016 Martin Ennals Award for Human Rights Defender, I will ask UN High Commissioner Mr. Zeid Ra'ad Al Hussein to please come back on stage, as well as welcome Jouher. It is an honor for me to represent my father here. It is an honor for me to see that his work is recognized as just and right, not as something that deserves severe punishment. My father has always sought the basic human rights that are guaranteed to the Uyghurs and to all people. But he also knows that such rights must be protected, that their implementation cannot be accomplished by silence. And so his sole weapon in the struggle has been words. He was given a sentence of life imprisonment for this, something that is absolutely unbelievable. When I was young, my father always protected me. Now, I'm an adult. I can do no less for him. He will be free one day. I know it. I know it. It is with great humility that I accept the Martin Ennals Award for Human Rights Defenders on his behalf. Thank you very much. Thank you. Muş qitimliq mukofatdan keyin Ilham Tohti degan ism dunyo axborot vositalarida keng yer oldi. Ammo Ilham Tohtining tashqi dunyoga amdilatin ma'lum bo'lishga boshlagan xizmatlari amaliyotda 1994-yildan boshlabla Uyg'ur diyoridagi turli siyosiy va ijtimoiy masalalar haqida maqolalar e'lon qilib, inson haqlarining oshkora dafsandichiligini tanqidlashdan boshlangan edi. Mana mush sababdan 2014-yili 15 yanvarda Xitoy hukumatı uni bölgünçilik jinoyati bilan ayblab, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilgan. Mana mush ahvollarning keyingi vaqtlarda Yevropadagi Ilham Tohti guruhining qurilishiga qanday turtkilik rol o'ynaganligi haqida Anvarjon apandi o'z qarashlarini ifodalab, mundaq deydi. Bu kishining darrov qo'lga ilinib, ömürlük jazoga hukm qilinayotganligi menga nihoyat og'ir ma'lum bo'ldi.
Bulupmu uzun yıllardan beri vatanın sırtında Uygur davası bilen meşgul boluvatkan bir moyspit boluşum süpütüm bilen bu kişinin boşunda haksız, nahak, adaletsiz hüküm kılınışını dünyaya çakalaş, dünya cemaati köstüş bizning davamız nuqtai nazardan yana bir xizmat bo'ladi degan qanoat paydo bo'ldi menda. Chunki İlham To'xta efendim hech qanday bir Sharq Turkiston qurban ajrilib chiqimiz, bo'linib chiqimiz degan birisi emas. Hech qanday bir siyosiy maqsadi bo'lmagan, hech qanday bir tashkilotga a'zo bo'lmagan. Şu Xitoyning o'zini maktabida o'qib yetishgan, ilmini oshirgan ve maktabda professor bo'lib xizmat qilayotgan bir inson. Bunun tutkan yolumu hem Xitoyning o'zining qonuniga mos keladigan, hem bütün dünyada ko'pchilik tarafidan, olimlar tarafidan, siyosatchilar tarafidan anglasa bo'la, hammaga bop, hammaga muvofiq bir yo'l. Bunun qaramay, yani tekrarlayman, bu kişinin ömürlük kesilişi, ceza hüküm kılınışı her qanday kişininki vicdanı tegadigan, her qanday kişini g'azablantirgan bir hadise. Shundaqla İlham To'xta ceza hüküm kılıngandan keyin bütün dünyada devlet reislerini tatip, ta Birleşken Devlet Teşkilatı, Avrupa Uyuşması degan o'xshash xalqarodagi oliy organlar, Amerika'nın rahberleri, Avrupa devletlerinin rahberleri bu cezanın ağır boğanlığı, nahak boğanlığı, doğruluk, özünün meydanlarını otur koyup Xitay hükümetini tanqid qildi. Ben de bundan bir şaraitte demek şu İlham To'xta efendiminin yolu, ideyasi ne targ'ib qilib, şunu xalqaraga tanıştırıp bunun arqılıq Uygur davasını xalqaraga texnik yeyiş ve bu yolda hizmet kılış faydalı bo'ladi degan bir qanoat paydo bo'ldi. Uzun yıllardan beri, 10-15 yıldan beri Avrupa'da birle hamkorlik ishlab kelayotgan Uygur dostları ve bize hissaslik bildirayotgan dostlar bilan birleşip İlham To'xta grupasını teşkil edip çıktı. Shuningdan buyon xalqarada İlham To'xtaning hörligi uchun imzo to'plash faoliyatini uyushtirish, İlham To'xta gruppasini tashkillash, shundaqla İlham To'xtani xalqarалық mukofotlarga nomzodlik ko'rsatish qatorliq turli faoliyatlar o'ttirg'i chiqishga boshlagan edi. Ana shu tirishchanliklarning biri İlham To'xtaning Martin Annalis mukofotiga nomzodlikqa ko'rsatilishi bo'lib hisoblanadi. Xitoy turmistiki İlham To'xtaning ana shu mukofotning eng oxirgi 3 nomzodi ichiga kirishi ayni vaqtning o'zida muayyan xalqarалық ta'sir qo'zg'agan edi. Ilham Tohti is a leading Chinese human rights researcher and human rights defender. Ilham works in one of the most volatile regions of China. His voice is one of the few that adhere to non-violence. We don't talk about a typical lawyer, we talk about a professor, an economist, a writer. He's an academic, really, in the way that he approaches his work, and he's been very moderate in the way that he has expressed his views. He's never been a challenge up front to the Chinese authorities. He's tried to do the best he can to improve the rights of the Uyghur people. He's not looking for separation from the Chinese state, he's simply looking for better recognition of their rights. Nevertheless, he's been sentenced to life just for advocating the need of better understanding between the Chinese majority and the Uyghur minority. And this is just not acceptable. His case is deeply concerning on its own merits, but it also points to a wider pattern of a very concerning crackdown on human rights, on civil society generally across China. And he's really a very powerful symbol of defiance.
against the dictatorship there, despite him being in prison. Lütfen gelin burada cevap verin. Doğu Türkistan'da 70 yaşındaki annesiyle tek suçu Müslüman Türk olmaktan başka hiçbir suçu olmayan insanlarımız tutuklanıyor. İlham Tohti tutuklanıyor, işkencelerden geçiriliyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Sayın Ayhan Sefer Üstün'ün kılı kıpırdamıyor. Siz acaba İnsan Hakları Komisyonu olarak Türkleri bu çerçevenin dışında mı tutuyorsunuz Sayın Sefer Üstün? Size açıkça sataşıyorum. Gelin buradan Türk milletine cevap verin. İlham Tohti gruppusunun qurg'uvchilaridan Anvarjon Apandi bu vaqtda to'xtalib, mustabidlik va diktator hukm surayotgan siyosiy muhitda Uyg'urlarning haq va huquqlari uchun kurash qilishga jur'at qilib, turmaga tushgan Ilham Tohtiga o'xshash o't yurak ziyolini qutqizish yo'lida Uyg'ur jamiyatiga mansub har bir insonning belgilik majburiyati borligini, buning uchun har bir Uyg'urning qo'ldan kelishicha xizmat qilishining muhimligini ta'kidlaydi. Demisiniz bu ötken bir 2 yılın yağı karşısınız halkarada bizden başka milletle insanperverlik noktayı nazarından karab bu İlham Tohti meselesini tekim köpürak halkarada götürüp çıkıp bu davanı kılışkı başladı. Bu bizim için ait yaxşı bir nime. Demek ki Uygurlardan çıkan bir insanın haksızlık uçurap bundan ceza hüküm kılınğanlıqqa bu Avrupalık, Amerikalık degandek başka yerdeki insanlar degandek insanperverlik noktayı nazardan qarab bu neymiş ki bundak boludu o dep bu to'g'riliq o'zining meydanını e'lon qilib Xitoy hukumatini tanqid qilib bu masalani xalqaraga olib chiqishga boshladi. Biz Uyg'urlar bu sohada biroz ikkinchi planda qolib qoldik. Endi shu bo'shliqni to'sqizishimiz kerak. Bu masala u kishi bir Uyg'ur bo'lganligi uchun bizning Uyg'urlarning shu faoliyatlarda o'zimizning hissiz bo'lish kerak va mumkin bo'lsa bu faoliyatlarni Uyg'urlar boshqarib, Uyg'urlar boshlab berish kerak. Qanday bo'ladi endi bunda bayda bir nimada biz Uyg'urmiz degan gapni qildik. Vatanimiz Xitoyning mustamlikasi ostida. Endi shunday bir inson chiqib xonavayron bo'lib turmada yotsa, buning oilasi xonavayron bo'lib yursa, biz Uyg'urlar vatanning, millatning davosini qilyapmiz deb bu to'g'riliq to'liq boshqa turib bir harakat qilmasak, shaxsan mencha bu to'g'ri masala. İlham Tohtiga 2016-yillik Martin Annalis mukofoti berilgan aman Xitoy doiralari buningga o'kti qopdi. Xitoyning har qaysi axborot vositalarida bo'lgunchilik jinoyati bilan turmaga tashlangan bir jinoyatchiga bundaq bir mukofotning berilishining o'zi uchiq chiqqan aldamchilik degan mazmundagi maqolalar oq-oqidan besildi. Halbuki Xitoydagi inson haqlari masalasi bilan tanishlik bo'lgan zotlar bu mukofot munosabati bilan Xitoy hukumatiga qarata o'xshash bo'lmagan uchurlarni yetkazishga bo'lganligini bildirdi. Mazkur mukofotni tanlab chiqishga mas'ul bo'lgan 10 xalqaro tashkilotlarning biri inson haqlarini kuzatish tashkiloti Xitoy bo'limining mudiri Sophie Richardson baholash komiteti a'zolarining Ilham Tohtiga ko'proq bilet tashlaganligidan to'liq xushal bo'lganligi haqida to'xtalib, o'z ta'sirotini bayon qiladi. I think awards like these, and for example, the one obviously given to Liu Xiaobo in 2010, the Nobel Peace Prize, I think say to China, you can convict people on whatever charges you want. We know that is a lie. We know that is not true. We know these people are peaceful advocates and defenders of human rights. And it is a tragedy that the real prize will not involve Professor Tohti walking out of a prison. But I think the kind of recognition the award gives and the support bring to him and his family is incredibly important, alongside simply saying, we don't believe China's version of events. Martin Annalis mukofoti komitetining mudiri Michael Xambata Ilham Tohti va uning oilasidagilarning bu mukofotdan to'liq xursand bo'lganligiga ishonganligini bildirdi. Shundaqla mazkur mukofotning Ilhamga berilganligi dunyo jamoatchiligining Ilham Tohtini unutmaydiganligining ifodasi dedi. Shundaqla bu qitimliq mukofot orqali Xitoy hukumatiga boshqacha bir uchurni yetkazishga bo'lganligini aytdi. I think the case of Ilham Tohti is emblematic of many things.
Human rights defenders in China in general have come under huge pressure in the last few years. We had Chao Shunli also, who was a human rights defender. She was a finalist in 2014 and she died in custody. We think that civil society needs to be respected, human rights need to be respected, and Ilham Tohti is very much a symbol of that. And we hope that there is space for moderate discussion, moderate dialogue, because that's the way forward. İlham Tohti 2014-yili Xalqaro qalamkashlar jamiyatining Barbara Goldsmith erkin yezikchilik mukofotini olgan edi. Bu yil Martin Annales mukofotini oldi. Endi keyingi qatamliq nishon qayer bo'lishi mumkin? Shubhisizki ko'p qism kishilarning yodiga dunyo miqyosida sharaflik sanaladigan Nobel tinchlik mukofoti kelsa kerak. Ammo bu vaqtda o'xshamagan qarashlarning mavjudligi ma'lum bo'layotgan ahvolda Ilham Tohti guruhining qurg'uvchilaridan Anvarjon apandi bu vaqtda o'zining qarashlarini ifodalashni muvaffaq topdi. Yani bu Xitoydan kelayotgan fikircha Ilham Tohtining Nobel mukofotiga nomzod ko'rsatish bu biroz cho'ng ketadi. Hozirgi ahvolga qaraganda Ilham Tohtiningki bu Nobelni olish salohiyati yo'q. Bunday demoqchilar bor ekan. Sizning bularga beradigan javobingiz bo'lishi mumkin. Rahmat, her kimden, her milletin ve her bir şahsının özünün fikir erkinliği var. Bu sözlü kavuşlarının özünün fikir erkinliği ve özgürlüğünün göz karışı bu. Ulanın ölçümü, benim ölçüm bilen, Uygur halkının ölçüm bilen maslaşması mümkün. Benim fikrimce İlham Tohti efendim hazır şaraitte dünyada 21. asırda müstemlik asır yaşavatkan, başka milletinin kol asır yaşavatkan ve bir yerde yaşaş öz milleti, millet süpütüde özünün anneleri bilen, özünün dini bilen, dini emel kılıp, özünün dili bilen söyleşip, özünün ki örf adeti bilen öz terroriyası da erkin yaşaş hukukunun mahrum kılınmaktan dünyadaki en yegane milletlerden birisi. Bu milletlerin, bu Uygurların hukukunu talep kılan, bu Uygurların şu devlet kanununda bekitilgen hukukunu talep kılan, bu Xitay devleti yaşavatkan barcha milletlerin özara hoşnagarchilik ve özara hürmet asasida birlikte yaşaş inak ittifaklarını tergib kılganlığı için müddetsiz ceza hüküm kılıngan Uygur ziyalısının elbette ki Nobel tinchlik mukofotiga loyiq bo'lganligini va bu mukofotga loyiq yagona nomzod bo'lganligiga shaxsan ishonaman. Endi bir insonning bunday bir mukofotni erishish uchun İlham Tohti efendim degandan İlham Tohti efendim tutgan yo'ldan qanday boshqa yo'l tutish kerak ekan? Bugun yaqin tarix qarag'imizda dünyada mesela Filistinliklar bilen İsrail otursida veya ki başka devletleri kişilik hukukları tergib kılan bir muncha ilg'or insonlar mesela Janubiy Afrika'nın kuruluşu Nelson Mandela efendim o'xshash bir muncha insonlar bu mukofotga loyiq ko'rilgan. Şu cümleden hozirgi sharoitda Ilham Tohti efendim Nobel tinchlik mukofotiga loyiq bo'lgan eng yaxshi nomzod deb qarayman. He sees a place of violence, here's the opposite of silence, living hours of pure eternity, the devil's perfect opportunity, his slaves that inflict misery are the only hands set free to punish and crush innocence. Evil's liars, this all makes sense. When the tragedy of life, with the sharpness of a knife, cuts through hearts and pain appears, is when tears turn into years. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, Uyg'urlar diyorida Xitoy hukumatining necha 10 yillar mobaynida ilib borgan atom sinoqlarining radioaktiv ta'sirlari shundaqla muhit va bo'libmi Uyg'ur diyoridagi xalqning salomatligiga, hayotiy bexatarligiga elib kelayotgan ta'sirlari davomli turda qiziq nuqta bo'lib kelmoqda.
Bu haqda eng dastlabki uchurlarni dunyoga oshkorlagan Anvar To'xta apandi bu haqda o'zining elib borgan mustaqil tadqiqotlari, shundaqla o'zi shahid bo'lgan ba'zi ma'lumotlarni bizga yetkazmoqchi. Qani amsa bugungi kuzatish va analiz saytimizda Angliyadagi Anvar To'xta apandini birlikda kutib olaylik. Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Küzütüş və analiz proqramımıza xoş gəldinizlər. 24 sentyabr Xitayning 1996 yılı Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı yadro sınaqlarını çəkləş şərtnaməsiga imza qoyğanlığına dəl 20 yıl boladı. Xitay hökuməti özünün tunji yadro sınaqını 1964 yılı 16 oktyabr Lopnurda elib bağın. O yadro sınaqlarını toxtatqanğa 1996 yılға qədər cəmi 46 və 47 qitim yer üstü, yer astı sınaqlar elib bardı. Bugün onun yadro sınaqlarını toxtatqanlığı 20 yıl bolğan bolsa, amma 30 nəticəlik sınaqның muhit və insan salamatligiga elib kelgan ağır ziyankeşligi hazırga qədər davam qılmaqda. ...16 oktyabr günü Xitayning tunji atom bombasini sınaq tariqasida portlatishi o'ngishliq amalga oshganligining 47 yili hisoblandi. 1964 yildagi mushu kunda Xitoy darajadan tashqari cho'ng davlatlarning atom qurollarini monopol qilib olishidek dunyoviy holatni buzib tashlab, xalqaro atom qurollar dunyosiga siqilib kirdi. Atom sınaqının g'alaba qilishi, nur halqisi deganlar izchil ravishda hukumat tashviqotidagi 2 bomba va sun'iy hamroh to'pikorlari bilan birlikda sonsiz qatimlab tilga olindi. Ayni yillarda atom sınaqıga ishtirok qilgan harbiylar hamda harbiy sapdan chekingan askarlar ko'z oldidagi turli xatarlarga qaramasdan yadro radiatsiyasining uzoq yillardan buyon o'z salomatligiga keltirgan ziyonlari. Bu jarayonda ba'zilarning rak kasalliklariga mubtalo bo'lgan bo'lsa, yana ba'zilarning o'lib ketganligi, hatto ba'zi kasalliklarning keyingi avlodlarga qadar davom qilayotganligi qatorliq ahvollardan biladiganlarni biz bilan o'rtoqlashdi. Bu askarlar ayni vaqtlarda maxfiyatlikni qat'iy saqlash haqidagi va'dnomalarga imzo qo'ygan. Shundaqla aloqador maxfiyatlikni o'lib ketsimi, insijiniga tinmaslikqa qasam ichgan kishilar edi. Halbuki yaqinqi yillarda aloqador arxiv materiallarining uzluksiz oshkorlanishi bilan ular tarix, atom sinoqlari qoldirib ketgan ziyonkashliklardan xabardor bo'lish lozim degan tushunchaga kelgan edi. 1964 yildan 1996 yilga qadar bo'lgan 32 yil ichida Xitoy jami 40 necha qatam atom sinoqi qildi. Necha 10 qatimlab harbiy aeroplanlar orqali atom bombasi tashlab, yadro o'q beshini qo'yib berish, yer usti, yer osti va o'nkirlarda atom bombalarini sinab portlatish orqali Xitoy dunyoning ilg'or saviyasidagi atom qurollar texnikasini to'liq egalladi. Shuning bilan birga dunyodagi atom qurollariga ega cho'ng davlatlar qatoriga siqilib kirdi. Oxiri 1996 yili 30 iyulda Xitoy butun dunyoga atom sınaqini vaqtincha to'xtatganligini jakoladi. O'tgan 32 yillik atom sınaqi musobaqasiga nazar solganimizda shuni ko'ramizki, son jihatda 100 mingdan ortiq harbiy qo'shin maxfiy ravishda bu vazifaga qatnashgan. Uzun yillab atom radiatsiyasi bilan bulg'angan muhitda xizmat qilish jarayonida ular oziqlikqa ishlatgan yemekliklar va ichimlik suvi atom radiatsiyasining qoldiq ziyniga uchragan. 这上全是硫。我们这类似的死了很多块嘛，都是接到不知道病因。 Oradan necha 10 yil o'tgan bugungi kunda harbiy sapdan qaytgan bu sobiq jangchilar uzoq mezgillik sukutni buzib tashlab, ko'z oldidagi xatarga qaramasdan ayni yillarda o'zlari boshdan kechirgan reallik hamda hozirga qadar ularning vujudini chirmab kelayotgan kasallik azobi haqida biladiganlarni bizga so'zlab berdi. Amerika İlim Fen jurnalining 2009 yili e'lon qilgan bir tekshirish dokladida yadro sinoqlarining Uyg'ur rayonidagi aholilarda limba raki, o'pka raki, qon rakining zo'r darajada ko'payib ketishiga sabab bo'lganligi o'tirg'a qo'yilgan. Afsuski Xitoy hukumati yadro sinoqlarining ta'siriga doir xabar, tekshirish va tadqiqotlarni cheklab, uning keltirib chiqargan buzg'unchiligini rad qilib kelyapti. Uyg'urlarning bu sohadagi mustaqil tadqiqotlari yo'q deyarlik. Ammo faqat bir kishi buningdan mustasno. U bo'lsa-mu Angliyada o'ltirishlik faoliyatchi Anvar To'xta apandi. Biz Xitoyning yadro sinoqlarini to'xtatganligining 20 yillik munosabati bilan bu sahifamizni Lopnurdagi yadro sinoqlariga va uning ta'siriga bag'ishladik. Shu munosabat bilan biz Anvar apandini bugungi suhbatga taklif qildik. Xo'sh keldingiz Anvar apandi.
Hoş bulduk. Rahmet. Bu yadro sınaqlarının uzundan buyan hazırga kadar adamның, yani bizniki tarım uymanlığıdaki xalqlarning tan salomatligiga, şu rayonning muhitiga bo'lgan ta'siri intayin egir bo'lganligi haqida ko'p gap so'zlar bo'lindi xalq ichida. Ammo tibbiy nuqtadan aytgan vaqtida bundaq ta'sirining konkret shakllari qaysi jihatlarda ifodalandi? Oldi bilan bu masala haqida bir to'xtalib boqgan bo'lsangiz. Buni konkret şekillenishi birinci sebebi şu rayondaki rak kasalının sani köpüp gidiyor. Ben bu şu bizning vatandagi rak kasalının sanının bir xil adadin tashqari shaklda bir ko'payib ketganligi uchun bu nimish bunaqa bo'tdi deb tekshirib apmangib buni payqagandim. Biz ehtimal siz mi diqqat qildingiz, biz Amerika İlim-fan jurnalining 2009-yil e'lon qilgan bir maqolasida bu Uyg'ur rayonida mushu limba raki, o'pka raki, qon raklarining ko'pligini alayda ta'kidlagan. Buni bevosita mushu yadro sinoqlari bog'laydi bu maqolada. Sizningcha bu vaqtida buning bir sabab natija munosabati bormi bu xil kasalliklarning Uyg'urlarda ko'p bo'lishida? Shu maqolaning o'zi shu meni intervyu qilib yozilgan maqola u. Bu bir anigizam mavo xalqaroniki shu jamiyatda manda bir gap bor. Agar bir rayonda bir guruh bir jamiyatning ichida limfa raki, o'pka raki yoki qon raki ko'payib ketgan bo'lsa, mushu rayonda cho'qim radioksion bor deb bir ashna to'niydi. Shuningga menmi shu bizning vatandagi shu narsani tashirgan chog'da shuni diqqat qildim. Chunki bu qonrak, o'pkarak, limbarak degani shu bizning vatanning ichida soni eng uchuq chiqqan shu birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni olgan rakning uchisi shu. Hamda bu uch rakniki bir-biriga o'xshaydigan bir yeri var. O yerda nima desak, mush rak bo'lishniki sababining ichida radioksiondan kelish mumkin deydigan bir yer var. Mush uchli rak kasallikka o'rtaq nuqtasi, ya'ni bu uch xil rak kasalligining paydo bo'lishining o'rtaq nuqtasi radiatsiya moddalarning tarqalishi. Bu yerda Xitoy hukumati 1996-yili bu yadro sinoqlarini to'xtatganligini jakoladi. Hamda shu masala bor, Lopnur yadro sinoq markazi bilan ayni vaqtdagi bu Uyg'urlar o'ltiraqlashgan taklimakanning atrofidagi vaholilar, bo'stonliqlar o'tirisidagi aholi o'ltiraqlashgan rayonlar o'tirisida qanchalik bir musofa bor o'tirliqda? Xitoylar deydi, bizniki atom bomba sinig'imiz taklimakan qumliqning ichida ve her tarafta şu insanlar yaşadığın yerge net 100 kilometre aralığı var deydi. Bu muşu Xitay'niki muşu gapni qilgan adamniki o'zining geografiya biliminin yo'qligining bir ifodasida bu. Çünkü bu atom bomba sinig'i taklamakan cho'llikning ichida emas. Atom bomba sinig'i Korlun'daki şarkı tarafında, Lopnur'da. Lopnur bilen bu taklamakam kumluk ikiyede. İkisi okşmaydı. Birisi Korlun'daki Galbi tarafında, birisi şarkı tarafında. Şarkı tarafında. İkisi bambaşka iki tarafta. Bu bir. Yani birisi şu 64. yılı şu Sovetniki injenerler şu Xitoyga yardım qatgan chog'da bular tanlagan atom bomba sinoq o'rni asli Lopnur'da. Keyin bu Xitoyning askarlari bilan va bu nimalar o olimlar kelgan chog'da o Lopnurga o subak yiroq kelib qoldi ekanda. Ve bu generallikka onchilik su to'shaydigan mashinasi azken. Şunu bilan bu o'zi ashadda planni o'zgartib bag'rash ko'la
Şu Bağraş Gölü'ge 200 kilometrelik Irak bir yerge özü yötkeydi şuna. Onunki yötkeşinin birden bir sebebi onunki su taşıdığın başına su meselesi. Şunun bilen bu atom bombanınki sınak kılınған yeri bizniki insanlar yaşayatkan yerge en yakın yer Turpan. 140 kilometre kilodu. En yakın yeri. Ve bu atom bomba sınak kılınған yer bir yer bulmaydı. Çünkü büyüyen mayada partlatkan bolsa İkinci katın başka yerge ötkildi odan. Çünkü bir yerge kirgilinmaydı. Xitaylarniki özüniki şu hava armiyasıniki şu yani qoğdaydigan hava armiyasıniki bir hani o yaniki şu atom bomba partladan yerinin aralığı bilen 250 kilometre kilodu. Ama bizning Turpan bilen 140 kilometre kilodu. Yani demek atomni partlatış meydanı özünün Xitayning bazısı 200 neçe kilometr ama ahalla o'ltiraqlashgan rayonga 100 neçe kilometr keldi. Doğru. Endi bu yerdeki bir nokta bakırın. Siz öz vaqtida Ürümçi Tömür Yol doktorxonada doktor bo'lib ishladingiz. Doğru. Siz qachondan boshlab bu yadro sınaqlarini tekshirishga qiziqib qaldingiz? Yani konkret bir qandaq sabab sizni bu ishga qiziqishga ishtadi yoki sizning qiziqishingizni qo'zg'adi? Buning bir tafsilotini biraz mişi noktadan bir boshlab baqsak. Bu bir 93 yılı bizning bölümdeki Van deydigan bir jurim batdi. Tömür Yol doktorxonasining tashqi kasallar 4-bölümü. Men şu bölümde 20 kavatga mas'ul olman. Bizning bölümde 40 kavat bor. Men 20 mas'ul, yana birisi 20 mas'ul. Mening xohlasimda 2 horse officer bor. Endi Xitoycha Juyan Yishin deydi. Ve çünkü ben Uygur vaqışqa Uygur kasallarni hammasi meniki karatomga keladi. Anigizdan bir kuni bizniki mushu jurin bir xil chaqchaq qilgan bo'lib ma gapni qilib soldi. Bu deydi: "Ey Anvar deydi, ha desam, sen biz Uyg'urlarniki badanniki qurilishi, tinchlikni Xitoylardan, biz Xitoylardan yaxshi deydim. Ama hozir qarab baqa bizde aran 40 karvat var. Karvatdan sizlar Uyg'urlar yetyapsizlar. 40 karvatning hammasi Uyg'ur. Yo'q, 40 karvatning ichida 10. 10 karvat hammasi Uyg'ur. Endi mayada buni tushuntirishga to'g'ri keladi-da, chunki Ürümçi Tömür Yol doktorxonasi faqat Ürümçi Tömür Yol sistemida ishlaydigan ishchi xizmatchilarni qabul qilgan doktorxona. Odatda yerlikni qabul qilmaydi bo'lmasa. Yerliknikini qabul qilmaydi. Demek mayada mesela müşaheden çıkıdı. Çünkü Ürümçi Tömür Yol idaresinde 160 bin işçi hizmetçi var. Onun içinde asırlık millet desek hem de Uygur, Kazak hemsinde koysak aran 5 bin var. Ama 40 kişilik doktorxonanın karvatı da 10 karvat Uygurlar. Yani 5 bin kişilik san bu 10 karvatını egallab bo'lgan 150 bin Xitoy aran 30 karatını egallagan. Bunun içindeki tamponlik buzilib ketganda tushadi. Nayt cho'ng bir nisbat bor bu yerda. Men shuningga qarab men dedim bu nima uchun bunaqa bo'ladi deb shu tekshirishni elib berishga qaror qilgan. Hamda cho'nqirlab tekshira oldingizmi? Chunki biz bilamiz bu Xitoyning ayni vaqtdagi yadro sinoqlari, atom masalasi, Miran deymiz, Uşşaqdal deymiz, bu yadro sinoq maydonlarining hammasi nayt maxfiy. Buni so'zlashga, tarqitishga yoki boshqalar bilan munozirlashishga bo'ladigan narsalar emas. Bular davlatning harbiy maxfiyatligi deb Xitoylar qattiq saqlaydi. Bundaq bir masalada siz, ya'ni buni cho'nqirlab tekshirish uchun nurg'un materiallarga ehtiyojli bo'lsa, siz bularga siz qanday erishdingiz yoki bo'lmasa qanday qilib bu ishning cho'nqirlab ishga kiraladingiz? Buni qilishni qarang, men yolg'iz bir odam bo'lgandan unchalik keng doirada tekshirish olib boramadim men. Va shu chog'da o'zim yolg'iz hech kimga demay turib qildim buni. Mening faqat qilganim shu bizning doktorxonaga kelib yotgan rak kasal bo'lgan hammasiniki
ismini, tug'ilgan joyi, o'ltiraqlıq joyini hammasini tizimlab chiqib selishtirdim. Chunki bu Urumchi Temiryo'l doktorxonasiga, bizning doktorxonasiga kildan kasallar Korildan keladi, Qo'mildan keladi. Chunki Temiryo'l baliya bo'lsa, shu yerdan keladi, shunda. Demak, bizning doktorxonaga kelgan kasal asos jihatdan keng dairadan kelgan kasallar. Bu kasallarning siz o'rtaq bir nuqtasini qandaq bir o'rtaq nuqtani bayqadingiz? Ya'ni bularning hammasida bir o'xshash bir manbadan kelayotgan bir kasallik alomatini yoki bo'lmasa o'rtaq bir nuqtani. Nimani bayqadingiz buningda? Uningdan inchik narsani bayqash uchun uningdan xeli cho'ng amga ketadi uningda jihatdan bilan. Men faqatlam shu ichidagi shu 3 xil rak kasalining ko'payib ketishini buni hisoblab chiqdim va Uyg'urlarniki, masalan, Uyg'ur qozoq hamda bizniki qarindosh millatlar Xitoydan boshqa. Shu bizning vatanda yashayotgan shu millatlarniki ichidagi rak kasalining nisbati Xitoyniki davlat nisbatiga selishtirgan chog'da %35% yuqori. Bizning yuqori. Ammo Şinjan'a kelgan Xitoylarning ichidagi o'xshamaydi. Chunki Şinjan'a kelgan Xitoylar masalan 64-yildan burun kelgan Xitoylar bo'lsa, ularning ichidagi rak kasal bo'lish nisbati biznikiga o'xshaydi. Xitoyning ichkirisidan %35% yuqori bo'ladi. Keyin kelganlarining yana farqli bir nisbat bor-da. Uningdan keyin kelganlarning har 10 yil nasıl aqığı sürülgen bolsa, buniki nisbeti 10% tövellep mağdı. Mesela 84 yıldan keyin kelgan Xitoylarning ichidagi rak kasal bo'lish nisbati ichkirisidagi Xitoylarniki bilan teng bo'ladi. Uningdan burun kelganlarining yuqori. Mesela 74 yıldan keyin 84 yıldan aralarda kelganlar %25%, %15% manası tushib mangladı. 64 yıldan burun kelgan Xitoylarnikida o %35% yuqori bo'ladi. Uyg'urlar bilan o'xshash bo'ldi-da. Uyg'urlar bilan. Demak, bu nuqta sizni shunda bir xulosaga olib dedingiz. Demak, bu yerda bir radioaktivlik, bir bulg'unish yoki bo'lmasa ma'lum bir sirtning ta'siridan bundaq siz yuqorida degan rak kasallarining ko'payib ketishini keltirib chiqaryapti deydigan. To'g'ri. Xitoyning har bir o'lkasida bir davlat rak kasal doktorxonasi bo'ladi. Maxsus rak kasallik qaraydigan. Har bir o'lkada birdan bor. Şinjan'daki masalan Urumchidagi rak kasal doktorxonasi. Hozir men Xananniki bilan selishtirib beraman. Xanannikida Xananniki rak kasal doktorxonasi bilan Şinjan'daki ikkalasilar 1994-yili qurilgan. Ikkalasilar qurilgan chog'da 500 karat atdi. Ikkalasilar. 2007-yilga kelgan chog'da bu Şinjan'daki rak kasal doktorxonada 2000 karatlik doktorxonaga aylanib bo'lgan. Xananniki aran 800 karatlik doktorxonaga aylandi. Ya'ni demak 12 o doktorxonaniki nasıl kengayishi kichik. Şinjan'daki 2000 karatlik rak kasal doktorxonaga aylanib bo'ldi. Endi masala mayada. Xitoylarniki statistikda Şinjan'ning nüfusi 20 milyon deydi. Ama Xananning nüfusi 100 milyon. Nəhayət zor nüfus farqı var da bu yerdə. 100 milyon nüfusluq içində 800 karatlik bir rak kasal doktorxonasi var. Yetyapti. Bizniki aran 20 milyon nüfusning ichida 2000 karatlik doktorxona bu nima demak bu? Mayada Şinjan'daki bu rak kasal doktorxonasiniki texnikasi yoki bularniki dem saymanlari ichkirisidagidan yuqori emas. Nima uchun hamda bu undaq tiz shaklda narsa kengayib ketadi. Demak, yerlik
rak kasal bo'lgan xalqlarning sonining ko'payganligi, ko'payib ketganligidan. Bunga bu Xitoy hukumati javob berish kerak-da. Bunga nima uchun bunday qilganligi? Shunda. Endi bu yerda bir nuqta bor qarang. Bizda masalan 80-yillarda hatta 1985 yılı Ürümçide partilgan 12 dekabr o'quvchilar harakatidimi bu masala alohida o'tirg'a qo'yilgan. Masalan, shu vaqtlarda bizningki Janubiy Uyg'ur ili rayonlarida bo'libmi Qashqa va Xotan Yakan taraflarda Yixobing, Arxobing deydigan 1-nomerlik kasal, 2-nomerlik kasal deydigan bir kasal tarqalgan. Ama bu kasalning nima uchun tarqaldi sababi bularning hammasi çeklendi şu vaqtida. Ürümçide xalq ichida iyoni yig'ish faoliyatlari bo'ldi, ama bu kasallikning sababini hech kim bilmedi. Bu kasalliklar şu vaqtida şu radioaktivlanishdan kelib chiqqan, şu sababdan barliqqa kelgan kasalliklarmidi? Yoki buning boshqa bir sababi bormi? Siz buni yomon yaxshi o'tirgan chiqardingiz. Mavo Qozog'istonda burunqi Sovet armiyaniki bir laboratoriyasi bor. Şu laboratoriyasining ichida bir Ken Alibek deydigan bir qozoq professor bo'lgan. Bu qozoq professor 1996-yili Amerikaga kelib, Amerikada qab qildi. Bunun yozgan bir kitobi bor. Bunun kitobida Biohazard deydigan kitob. Buning kitobida dal hozir siz degan narsani so'zlaydi. Bu odam deydi, bu endi hozir siz degan narsa bu Xitoyniki atom bomba sinağı emas, biologiyalik qurollarni sinab qilganda bu Xitoylar atom bomba emas, biologiyalik qurollarni sinab qilgan. Bu 80-yili shuni sinab qilib, anigizam buniki oqibatidan yuqumli kasallar taqib ketdi. Bu yuqumli kasallarniki nima ekanligini bu Xitoy doktorlar o'zi biladi. Buni qilganlar biladi. Ama demaydi onu. Demaydi, nima kasallikligini demaydi. Yixobing deb, Arxobing deb ashna qilgan. Shu sinaq qilgan vaqtida shu biologiyalik qurolni bular qasdan bir qo'yib berganmi uning viruslarini janubdagi rayonlarga yoki bo'lmasa biologiyalik tajribaxondan virusni qochib ketadigan ishlar bor. Virus chiqib ketish natijasida kelib chiqqan bir keng ko'lamli virus buzg'unchiligimi? Kasallikmi? Qarang, Xitoy hukumati hargiz o'ziniki laboratoriyasini ve atom bomba yasaydigan zavodlarini uni ijod qiladigan tecrübelerni unuq narsalarni hargiz Şinjanga qo'ymaydi. Hammasi ishkirsida. Shuningga bu laboratoriyadan tecrübexonadan o virus qochib ketib bo'lgan degan narsa bu yerda mumkin bo'lmaydi bu yerda. Chunki tecrübexonasi yo'q Şinjanda. Hammasi Sichuanda shu ishkirsida. Demek sizden demek olduğunuz kasten bunu koyup diye bizim rayonga kirip demekçi mi? Sınak kıldı. Sınak kıldı. Onda koz bizim rayon bir yerde yadro bombasınınki yadro korallarının sınak meydanı emez. Yana ximiyilik, biyologiyalik korallarının mı bir sınak meydanı ayılıp kaldı degen gap bu. Doğru. Onun da sırt 96-yili bu Xitoylar atom bomba sınaqını to'xtatdi. Ama chet eldagi shu yadro axlatlarini qarang, o chet elliklar Xitoy hukumatiga pul berib ashak akab ko'myotdi. Hozirmi shunda bu atamda bu? Hozirmi davomlashyapti? Davomlashyapti, chunki Xitoy buni sizga demaydi. Chunki bir paket var Tayvanniki shu yadro axlatini ashagi ko'milgan deb bir nima bor. Xabarlar bor. Aniq bor. Endi hozir bu yadro sınaqları 96-yildan boshlab dunyoda asta to'xtatildi, cheklandi. Hozir dunyoda faqat Shimoliy Koreyadan boshqa hech kim yadro sınaq yapmaydi-da. Ammo lekin burun yadro sınaq yapagan davlatlarning hammasi bu yadro buzg'unchiligini tozalash, u yerdagi yerlik yadrolik radioaktivlik zaharlanishning bulg'unishiga uchirgan xalqlarga har xil tibbiy, iqtisodiy va boshqa jihatlardagi yordamlarni beryapti. Ammo biz bilamiz Xitoy hukumatı hozir hamda shu vaqtdagi Lopnur yadro siniqiga qatnashgan Xitoy askarlariga bu jihatda bir yordam beryapti, ammo yerlik xalq hech qanday to'lanmagani yo'q. Sizningcha bo'lgan vaqtida
Ядро сынықы білен болғанды, ядро әқілті білен болғанды, биологиялы қоралла білен болғанды, hazır біздің вәтініміз ұйғырла тарым оймалығы, әмді бұны әсліге келтіріш мүмкін болмайдыған дәрежедегі бір бозғыншылық болды. Hazır Xitay hükümeti üçün qandaq bir məsuliyyət düşüb atıdı bir yerdə. Bu Xitay hükümeti qandaq qilish kerak bunun dekin. Sizin bu cəhətdəki fikriniz nədir? Abim sizin degininiz to'g'ri qarang. Endi bu oqiga yenishqisiz ashuna bir buzg'unchilik bo'ldi endi. Endi buningga Xitoy hukumatiniki nimasi mas'uliyati bizniki shu rayonda yashayotgan bizniki qarindosh millatlar, Uyg'ur, Qozoq millatlar hammasini inson qatorida ko'rib va mushu yerdagi shu rak kasal bo'lgan har qanday odamga bekorlik davolash, bekorlik davolash va ayrim bir doktorxona qurib aşağıdaki rak kasal bo'lganlarni aşağıga akirib va chet eldan yangi texnikalarni akirib, dorilarni akirib shularni davolash va yerlik xalqqa, dehqonlarga to'lam berish, chunki ularniki yeri radiatsiyondan zarinib ketdi shunda. Zarinib bir narsa terisi chiqmaydi olib ketdi. Unmaydi olib ketdi. Ha. Mushu Yaponiyaga qarasangiz bilasiz, Yaponiyadagi atom bomba 70 yil burun portlagan. Hozirchilik davosi va bularniki. Bizning beshimizdan 46 portladi. Tege eng oxirgisi 20 yilni oldida va yadro axlatlarni cho'katdi. Demak, bizning beshimizda bu radiatsion 100 yil, 200 yilgachilik bor bizning beshimizda. Sizningcha mushu radioaktivlik bulg'unish 100-200 yilgacha davomlashadi, buning ta'siri demoqchi bo'lasiz? Bu nihoyatda ig'ir bir oqibat bu. Endi bir narsani men Yaponiyaniki bilan solishtirib beray. Yaponiyaniki Hiroshimada atom bomba portlagandan keyin bu yerdagi to'pchanglar osmonga chiqdi. Osmonga chiqqandan keyin bu Yaponiyaniki havosi nam bo'lg'achqa bu to'pchang osmonga chiqib suv nam havoga uchrab yomg'ir bo'lib qaytib tushdi. Ammo bu faqatla dengiz o'pchoridagi yerlarda bo'ladi-da. Loklarda bunun bo'lishi mumkin emas. Yomg'ir yo'q yerda bu portlagandan keyin bu to'pchanglar havoni ichiga ketib, havo bilan butun jahonga taqiladi. Nafas olib sizning o'pkingizga kirib ketgandan keyin bu sizning o'pkingizda mangulik bir rak kasalini paydo qilgan bir nuqtalab qoladi. Turib qoldi. Ko'p qimmatli fikrlarni berdingiz, radiomizning, televizor stansiyamizning ziyoratini qabul qilib, qimmatli fikrlarni berganligingiz uchun ko'p rahmat. Salomat bo'ling, siz bilan bu vaqtda davomli suhbatlarni o'tkazib turamiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Angliyada o'ltirishliq yadro sinoqlariga qarshi turish faoliyati Anvar To'xtapandi bilan ilib borgan tarim o'ymonligidagi Xitoyning Lopnuri yadro sinoqlari va uning ta'siri haqidagi programmamizni ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Biz bu vaqtdagi programmalarni davomli yana sizlarning diqqatingizga sunib turamiz. Xayr xo'sh, omon bo'linglar, bizdan ayrilmanglar. Qadrli ko'rurman do'stlar, vaqt munosabati bilan Ochil programmamizning 12-soni mushu yerda oxirlashadi. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Ya